Nukusdamiz hozir Ashko'l manzilgohi. Ana bu yerda bemalol yoshlar cho'milyapti. Naqtamonda kemalar bor. Xo'sh, yana nima? O'tirish uchun joylar. Bir nechta joylar bor. Va eng muhimi toza havo, issiq suv. Bemalol cho'milsa bo'ladigan suv. Bu yerdagi suv talaga shifobaxsh ekan. Keyin haligi nima desam bo'ladi? Dengizni suvini bilasizmi? Qanaqa sho'r. O'shanga o'xshagan sho'r suv ekan. Bulutlarni qarang. Bunday manzarani faqat va faqat yo grafikada chizilganda ko'rasiz yoki bo'lmasam nima desa bo'ladi? Chet eldagi joylarda ko'rasiz. Mana bunday joylar. Siz ham shunday joylarga kelishni xohlarmidingiz? Savol. Qanday chiroyli. Mana yosh bolalar cho'milyapti. Yerda kemalarimiz bor. Kemalarda suzishadi. Mana